aylangan ketdi bozorga. Nimaga? Onam aytan tilla qattiq olib chiq deb. Kimning qizisan? Usta akani. Uskapang. Uskapang qizimsan. Nima dedim unaqa deysiz? Shu ham sen qizi bo'lsang, seni kelin qilaman nasib etsa. Siz o'g'lingiz grank qon ekan. O'zidan battar chirrik. Dadamga aytib beraman. Bor, ay. Dada. Ha qizim. Ana hamsuyamiz Ismat aka bor-ku. Ha. Shumanga seni kelin qilaman dedi. Ismat churrimi? Ha, bu. Men unga o'z kelin topib beraman, u mola. Dada, u yana siz bilasizmi nima dedi? Nima dedi? Husukapak dedi. Onangga Ismat churr hozir uni. Kadilar pishdan uyda tuydi. Voy Ismat churr. Ha. Nima men qizima sen kelin qilaman deb gapirding? Hay nima bo'libdi? Nima bo'ldi? To'q qo'yganmisan? Hay bir chiroyli qizing bor ekan, o'g'lima mos ko'rma, seni o'g'lingga mos emas. Amir Olimxon bachasiga mos meni qizim. Tushundingmi? Hay hushsi, qo'y qanonasi mensin bachalar katta bo'libdi. Esli xushli, bir xudo bo'lib, nima? Sen bilan hayotda xudo bo'lmayman. Ismat churri, sen bilan xudo bo'lgandan ko'ra fantamas bilan xudo bo'laman. Tushunding? Men qaraqa, sen nima meni yoshlikdagi laqabim hammaga aytib yuribsan. Uskapay deb. Hay nima bo'libdi? Men laqabim sharmanda qilib tashladimmi? Ismat churri deb. Yana bir marta aytsan, keyin ko'raman seni. Ismat churri. Uskapay laqabingni televizorga chiqaraman, tushunmi? Sen endi odamman, seni ustingdan yozaman. O'zi 10 sotiq yering bor, 5 sotiqqa soliq to'laysan. Seni ustingdan yozib, qamataman seni, harom. Bevafolar sorlaganda oftobim